ukol bilan davolanardim. O'zi ta'sir kuchi ko'rsatadiki, yana boyagi ahvol qaytalardi. Laminalife-ni qachon xarid qilgansiz va qanaqa kasalliklar uchun aynan? Laminalife internetdagi reklamalardan ko'rib, bo'g'in og'riqlariga foydasi bor degani uchun telefon orqali gaplashib, yetkazib berdi kuryerlari. Shuni eshitdim, 2 oy bo'ldi-da o'rganib. O'sha grechanalarni ham o'tirdim tura olmasdim. Bo'g'inlarim og'rirdi, uyqusizlik bo'lardi. Shulardan ancha natija ko'rdim. Ukol bilan davolanardim. O'zi ta'sir kuchi ko'rsatadiki, yana boyagi ahvol qaytalardi. O'zgarishim yaxshi. Bir hafta ichida o'zimda tanamda sezilganda oyoqlarim tortishib qolardi. Uyqum yaxshilanib boshlandi. 1 soat, 2 soatga ko'tarilib, to'yib uxlaydigan bo'ldim. Bo'g'inlarimning og'riqlari ham ancha kamaydi. Gatim juda yumshoq va yaxshi. To'g'risi 6 oy olaman. Chunki menga foydasi bo'lyapti-da. Bo'g'in og'riqlari bo'lsa, uyqusizlik bo'lsa, men bunga tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki birinchi sog'liqda. Ishonchingiz uchun rahmat kattakon Nuriddin aka. Meni kutib qolamiz.